Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga mana shundaqangi turli fonchilarni qilib beramiz. Bu ishimizda O'zbekiston tumani O'qchida qilib berganmiz. Qadrdonlar, ko'cha qismidan ko'rishlaringiz mumkin. Ko'cha qismini mana shundaqangi 90 gradusli fasonda qilib berganmiz. Hop. Oqqa mo'k rangda tunuka fonchilar bitkazib berganmiz. O'ta ham chiroyli holatda chiqqan. Ichkari qismlarini ham ko'ramiz birgalikda. Ichkari qismlarini uyda egalari tanlaganliklari uchun ajoyib fasonda qilib berganmiz. Xo'p, bu ishimizda barcha xarajati ichida 130 ming so'mdan tunuka fonchini bitkazib berdik. Darvozaxonani ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham ajoyib holatda qilib berganmiz. O'rtalariga rombilar terib, 3 kamplik oynalar qo'yib berganmiz. Do'ppichalari yulduzcharli do'ppichalardan qo'yib berganmiz. Qadrdonlar, bu ayvonimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu ayvonimizga mana shunaqa bir kamplik oyna ramka qo'yib berganmiz. Qadrdonlar, oldi qoshlariga keladigan bo'lsak, oldi qoshlarini ham 90 gradusli fasonda o'ta ham chiroyli holatda qilib berganmiz. Burchoylarini ko'rishlaringiz mumkin. Burchoylarini ham har bitta detaliga alohida bergan holda turli fonchini qilib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasiz.